Chiqqaningdan keyin nimalar bo'ladi? Hamma sendan xavotir olib ko'rgani keladi deb o'ylaysan, lekin bolangni ko'rgani kelgan bo'lishadi. 9 oy bolani sen ko'tarib yurgan bo'lsang ham, lekin ism qo'yishga kelganda Otam ismini qo'yamiz Eshonqulboy. Javohir qo'yaylik. Uni ismi Muhammad Mirzo bo'ladi. Javohir. Shuncha yil kutdik, tilab topdi bo'ladi ismi. Jasurbek qo'yaylik. Javohir. Sevinib turibdi, Sevinchbek qo'yaylik. O'g'il bola-ku. Qo'yaylik, dabdalasi. Javohir bo'ladi ismi, buni men tug'ganman. Mayli. Xudoyberdiyev tilab topdi. Butun umrli ruhiy zarba kerakmidi bolam? Ol mana. Tug'ganingdan keyin model bo'lish haqida unutasan. Tug'ganingdan keyin hammaga ona xotindek aqllilik qilasan. Lekin Chekigin temirdami bitta satib qolmasam bor yo'qol. to'g'ri, homilador ayol eng chiroyli ayol, lekin tug'ganingdan keyin juda xunuk bo'lib ketasan. Yaxshi keldingizmi? Qochib tur bolam, qani tilab topdi jon. Ering ham senga emas, faqat bolaga e'tibor beradigan bo'lib qoladi. To'g'ri-da, даже o'zingga yoqmayotgan bu figuring eringga yoqarmidi? Siqilmang kelin, buni yo'li bor, yuring. Nimagadir sizga ishonmayapman. Menga ishonmay to'g'ri qilasiz, lekin unga ishonish kerak, yuringchi. Qayerga keldik oyijon? Sulton Hoji Kamolov yoniga keldik. U odam qorin, ko'krak va yuz operatsiyalarini qiladilar. Tug'ruqdan keyin qomati buzilib, qorni osilib, beli to'rtburchak bo'lib qolganlarni chotki figura yasab berar ekan. Voy, zo'r oyijon. Zo'r bo'lmay qolsin, bitta operatsiya qilamiz ekan, birinchi. Davay, unda qo'shiriq bersin mana. Qorinni qilar ekanmiz. Xotiringga qanaqa chalib ketdi? O'zi kakras xotinimga sovg'a tayyorlab qo'ydi. Sovg'a? Qanaqa? Ha? Keyin ering seni Parijga olib boradi. Kelinga bekor o'rgatibman-da, tilab topdi, o'zimga qolib ketdi-ya. Qile. Tak. Xotinlikni kutib olishi 18 yoshda. Hayotim. Men keldim. Senga shikolat bilan o'yinchoq oldim. Voy, lekin yaxshi keldingizmi? Nimaga bunaqa sog'intirasiz? Sizni sog'inib ketdim. Charchamadingizmi? Bormay shu ishingizga har doim yonimda qoling. Onasi, men keldim. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Kiring, ovqat tayyor. Hozirda? Men keldim, ey. Eshik ochiq, kirurmaysizmi? Nimaga o'chmaysan? Yarim soatdan bir taqillatib turib. Boshim og'riyapti dedim, uxlab qolib ovqat ham qila olmadim. Men unda dorini ichdi, keyin ovqat qil tushundingmi? Qanaqa qilaman, mazam yo'q. Dorini ichsang yaxshi bo'lasan, tezlash. Yana ading keldi. Meni so'rasa uxlayapti dvor. Ishxonaga yangi qiz kelsa. Yangi qiz shumi? Kim bilan ishga chiqarkin, ha? Balla xo'jayin aytdi. Yangi qiz Umid bilan chiqarkan. Vahima qilmalar, bitta qiz ekan u. Men do'konlarga tovar tarqatamiz. Men bulardan pul olamiz, tushundingizmi? Baloni ham tushunmasiz yuring. Aka, oy yo'qlik asatgan yo'q qoramizmi? Kassada 1 tiyin yo'q aka. Yo'q formasak oylik kam chiqadi, iltimos. Bizdan qarzinglar bor ekan, o'shani to'lab yuboraylik, iltimos. Mana. Bash do'konda ham qarz bor, lekin pul olish iloji hech kim ola olmagan. Hozir amallaymiz. Ya, bu do'kondan pul olmaydi. Mana. Nima hammasiga pul beryapti? Bilmasam. Bu kunga keldi o'zi. Menga kredit berishmayapti, senga berishadi. Qancha 20 million berishdimi? 300 million berishdim. Nima xususiyati bor ha bu yuzni? Ha, bu pir britva sotaylik. Formin britvalari sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Narxi ham yonbob. Yevropa standartlariga to'g'ri keladi. Hamma do'konga beryapmiz. Zo'r o'zi ham oling. Aka, britvamiz ko'p shart emas. Aka, britvalaslar firmadan edim. Olamiz. Mana vitrina tayyor. Nomeringizni bera olmaysizmi? Hammasini dardi shu. Hozir beramiz-da. Tovar kerak emas, bor. Xotinga narsa sotish juda qiyin-da. Ma'malliman. Eshitdingiz, ma'nu bloger 4 ta tug'ibdi bittada. Qaysi? Hozir tovar olib aytib beraman. O'sha bloger baribir ajrashib ketdi. O'zman butadim keyinchi. Siz iluring, men aytaman. Mana bu to'rdek domning ilu bor-ku. Qorni bir bor bo'lib qoladi, bir yo'q bo'lib qoladi. Voy sharmanda, keyinchi. Siz mashinani sotib tugating, qolganini men bilib kelaman. Xo'p, kelishdik. Mana ish vaqtimiz ham tugadi. Ertaga vaqtingiz bo'lsa bitta o'rtog'im men qarzi bor, shuni olib bera olmaysizmi? Olib beraman. Bo'pti, endi xabarlashamiz, xo'p. Yangiga qizni o'rasish kerak. Mana xotinim haqida gapirma. Qachondan xotin yasa olding? Bo'ldi, u bilan chiqaman endi, biznes zo'r bo'pti. Men chiqaman. Xotiningni qarindoshlari kelsa nima bo'ladi? Birinchi navbatda kayfiyating buziladi. Undan ham yomoni endi ular bilan so'rashib chiqishing kerak. Qaynonang bo'lsa 5 yildan buyon oyijon deyishingni kutadi. Zebo oying kelibdilar. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Zebo oyisi. Qachon ketishadi? Ketinglar demayman, o'kinimsiz.
Bo'pti, spalniga kirib uxlayman. Bu uxlotib o'tdi. Uxlash kelganlarimizaniki. So'rachi butun umrlik uyquga qanaqa qarar ekanlar. Astag'firullah, gapiring. Joningga tegib ketganidan oxiri oshxonaga kirasan, lekin bu yoqda ham tinch qo'yishmaydi. Yo'q, ne o'tiribsiz? Yuring ichkariga. Xo'p. Kuyov, nimaga o'tiribsiz? Kiring ichkariga. Ichkari kirmaysizmi? Voy, nima o'tiribsiz? Umidagi Trinbotga bolachalaga joy qilmoqchi edik. Tualetda qoldi o'zi. Kuyov, Yo'q, rahmat, ichkariga kirmayman, bemalol o'tiraveringlar. men hojatxonaga kirmoqchi edim. Men beraman. Och qornim, tinch qilaman, balkonda uxlayveraman. Qizim o'yini balkonlar shunaqa zo'rdek qaranglar. Ikkiyu. Hayot xohlaganda ustimdan kulyapti-yu. Tomosha qilaveringlar, ko'chaga chiqib turaman. Kechga yaqin esa olib ketgan erkak qarindoshlari ham keladi. Qachon yengi olasizmi? Nima? Shuni bilan qilib yuribmiz. Pulimiz qopadi vallan bittasini olib jo'mlashib, ochib pul olib uyolamizda. Ana ketishdi. Endi xotining bilan mazza qilib o'tiraman deganingda. Umidjon, Zebo bilan gapimiz chala qolgan edi. Uyimga olib ketaman, maylimi? Yaxshi o'tiring. Blogerlar qanaqa gapiradi? Men bloger Zebo Rahimova 19 yoshimda o'zimga mashina oldim. Men uni qanaqa eshitaman? Sani bo'lsa hech qachon qo'lingdan kelmaydi. 25 yoshingda tayinli ishing ham yo'q. Nima qilishni bilmayapsanmi? Unda 19 yoshimda meni mashina olganimni esla va battar siqil. Men 20 yoshimda odamga mashina sovg'a qilaman. Ko'rdingizmi, amaki, men 20 yoshimda odamga mashina beryapman. Siz o'g'illaringiz даже molga suv bermagan. Ish yoqmas, tekinxo'r, dangasa hammasi. 40 yoshigacha siz boqasiz. Undan keyin o'g'illari boqadi. Sizgina farzandga olchimadingiz. Meni 3 yoshli qizim Instagram yurg'izib menga bava sovg'a qildi. Iloyim hammanglarga nasib qilsin. Sizni bolangiz bo'lsa hojatxonaga o'zi bora olmaydi, ovqatni to'kib yeydi, siz bilan eringiz o'rtasida uxlaydi, даже pampersini pulini o'zi topa olmaydi. Meni qizim bo'lsa oyiga $10,000 topibdi. Erim menga 3 xonali uy sovg'a qildilar. Bizga o'xshab 100% to'lov qilsanglar ancha arzonga olasizlar yoki 30% ni oldindan to'lab, qolganini 36 oyga bo'lib to'lash imkoni bor. Iskender Buildings yangi mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan. Hamma qulayliklar bor, to'lov turlari ham zo'r. Asani ering senga hech narsa bermay qo'ygan, balki boshqasiga berib yurgani uchundir. O'zi senga ahamiyatsiz bo'lib qolgan, balki semirib ketgani uchundir. Sen ajrashishing kerak u bilan. Men 4-bolamga homilador bo'ldim, o'g'il ekan, tabriklaylar. Sizning keliningiz bo'lsa faqat qiz tug'adi. O'zi bo'lmag'ir joydan kelin qilgansiz, tez haydashingiz kerak, uni qanaqadir kasali bor. Hozir men sizlarga erikligi bildirmasdan pulini olishni o'rgataman. Vau, Umid aka, shunaqa chiroyli o'tiribsiz. Telefoningizni bering, rasmga olib qo'ying. Yo'q, serios nima? Aha. Bilasanmi qanaqa telefon? Yo'q. Honor X8C 108 megapiksel oldi kamera, 50 megapiksellik selfie kamerasi bor. Aha, yana chi gapiring. Kechasi ham rasmni tiniq oladi-da, bo'lib qoldingmi? Hozir orqangizda soch xunuk turibdi-da, olib tashlang o'shani. Shart emas, bergan telefonni. Bunda AI eraser funksiyasi bor. Rasmga tushib qolgan ortiqcha narsalarni o'chirib tashlashing bo'ladi. Rasmga ta'sir ham qilmaydi. Endi o'xshyapti-ya. Bering, mana ko'ring. Qarang, dizayni ham zamonaviy, narxi ham hamma bor. Xullas hayotimdagi eng yaxshi telefon. 5 million kartaga o'tkazib oldim. Esingiz keldimi? Yo'q, qarang, mana shu telefoningizni menga bir kunga berib turinglar, havasim keldi-da. Keyin ichidan pullarni yechib olsangiz-chi, sodda deb o'ylaysizmi mana? Ish berdi. لا يمثل الكون أنا شفتها